boshim osmonga yetdi. Betakror farzand sifatida taklif qildik. Adam oyim o'qituvchilar bo'lishgan. Avlodimiz san'atkorlar avlodi. Oldin ko'zlaringiz yonib turardi. Ko'proqdagina otamdan eshitganman. Sinimi sho'qroq, mani og'ir vazmin deb o'ylashadi. Adam kalta kiydirmasdi umuman. Kichkina qizingdan xotirjamman, Malikidan shu muhabbatingga ehtiyot bo'lasan deb. O'zi aslida men yumshoqman. Mana shunday o'xshadiganlar. Ishonasizmi, har kunini kontrol qilaman. Qog'ozga juda ko'p narsalar yozib ketganlar, u vasiyatni menga tashlab ketganlar. Qarindosh urug'lar bilan munosabatliklar hech qachon uzilmasin degan. Men adam ko'ziga tikka qaramaganman. Bilasizmi, to'g'risi rosa uyalardik adamdan. Nihoyatda yumshoq ayol bo'lgan. O'zim farzandim nimadir, masalan, oddiy so'z ahmoq desam, ahmoq dema derdilar. Kartoshkada, piyozda olamdagi bo'lish juda qiyin. Biz juda ham bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, bir-birimizni tushunamiz, xafa bo'lmaydi. O'sha paytda hamma sinaladi. Mani farzandlarim, mani oilam hamma narsadan mani hayotimda birinchi o'rinda turadi. Muhabbatdan yaralib chiqam deb bo'laydi-ku. Hayotda qizimni telefon tekshirmasdim, kechirasiz tekshirdim. Mumkin emas ekanda. Taqdirga rozi bo'lganingiz. Biz hamma narsani o'zimiz qo'lga olamiz-da. Bizni boshqargimiz kerak. Bitta narsani bilish kerak, bu dunyo g'animat. Siz ekaningizni aytganimga bu safar kitoblar ko'proq bo'ldi. Voy, rahmat. Chunki bolalar bilan ishlaydilar, manfaatliroq dedilar. Qabul qilasiz va doim go'zallik ulashuvchi Mayin Cosmetics Rahmat. sizga ozgina yuzga uxotlar va xarid qilsangiz 15% chegirmangiz doimiy bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum sadoqatlilarim, salomatmisiz? Mana yana siz bilan onlayn tarzda didorlashib turibmiz. Bugungi Zakiyonaning mehmonini barchangiz juda yaxshi taniysiz. Ko'plaringiz juda ham yaxshi ko'rasiz, hurmat qilasiz. Hatto aksariyatimizning yoshligimiz esimizga tushadi bir qaraganda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ajoyib va betakror raqqosa va juda mehribon opa sifatida taniymiz. Muhabbat Qurbonova, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Biz mashhur insonlarni, oddiy insonlarni ham hali muxlislari bilmagan jihatlarini kashf qilishga harakat qilamiz. Bugun Muhabbat Qurbonovani ham ustoza, ham ona, ham opa, ham betakror farzand sifatida taklif qildik. Rahmat Kotakon. Taklifingizdan men ham juda ham xursandman. Boshim osmonga yetdi. Menga taklif bildirganingizda juda ham xursand bo'ldim. Mavzuni o'qib, o'zim birinchi galda norozi bo'ldim. Sizlarga ham Kotakon rahmat. Shu manfaatli intervyu bo'ladi deb umid qilaman. Ko'rsatuvimizni an'anasiga ko'ra birinchi Muhabbat Qurbonovaning bolaliklariga qaytamiz. Qanaqa edilar Muhabbat? Bolaligimiz, endi biz ziyolilar oilasida katta bo'lganmiz. Adam oyim o'qituvchilar bo'lishgan. Adam musiqa o'qituvchisi, 192 maktabda musiqadan dars berganlar. Yusuf Qurbonov, Adam shu kungacha o'quvchilari juda ko'p. Haligacha Instagram sahifalarimga yozishadi. Ko'rdim, juda eslab yozishgan ekan. Juda yaxshi ko'rishadi. Onam rahmatli, o'sha bizani ansambl Toshkent zebolari, bizga katta bo'lgan ansambllar, baletmeysteri, repetitor bo'lganlar, Ra'no Alimova va o'zlari ham oldin bolalarga to'garaklar olib borganlar, keyin shu bizani ansamblda mana qaynona onajonim bilan birgalikda ikkita rahbar bo'lib yurg'izishgan Toshkent zebolarini. Qismat shunaqa ekan, ular vaqtlik o'tib ketishdi. Hali yashasa bo'lardi demoqchiman. Biz o'zi rahmat, amin, biz o'zi ziyolilar oilasidan, bizani avlodimiz san'atkorlar avlodi. Dodam Jo'ra Olimov birinchi balet artisti O'zbekistondagi. Tarixda juda yaxshi bilishadi, o'qishadi ularni. Ustozlarni avlodidan. Juda katta yuk bilan katta bo'lgan ekansizda. Sulola chunki mas'uliyatli, sulola yutuqlarga erishgan bo'lsa, yoshlarga yuk tushaveradi. To'g'ri. Qanaqa edi Muhabbat? Sho'xmi? Bo'ysunmasmi? Men o'zi yoshligimda juda ham sho'x bo'lganman. Sinim og'ir vazmin bo'lgan, lekin hozir aksariyat odamlar sinimi sho'xroq, meni og'ir vazmin deb o'ylashadi. Menimcha meni endi borgan sari, mana shu ulg'ayurganimiz sari ko'p narsani ko'raverganimizdan ham men juda butunlay o'zgarganman-da hozir. Ham menimcha onangizlardan keyin onalik maqomi sizda qolgan, shuni bosgan. Chunki singlingizga mas'ulsiz. Baribir opa ona o'rnida bo'ladi. Men farzandlarimga ko'p ta'kidlayman. Opa ona o'rnida bo'ladi deyman. Ha, to'g'ri. Xuddi shunday, menimcha shu narsa Muhabbatni biroz bosgan. Ha, juda ham to'g'ri aytdingiz. Men ancha tez ulg'aydim.
oldin ham hozir mana muxlislarim ko'chada ko'rib qolishadi, oldin ko'zlaringiz yonib turardi, hozir g'amgin bo'lib qolgan ko'zlari, shu gap ko'p eshitaman, lekin bu bilasizmi, ko'zlarni yonishi ichingizdan-da baribir ham. Baxtli, misol uchun har doim xursandchilikda yursangiz, ko'z yonsa kerak, balki men endi hamma narsa tez bo'lib ketdi-da, ota-onamni podret yo'qotib qo'ydim. Orada sinovlar bo'ldi. Shu bilmadim, balki shu meni ichki holatimga ta'sir qilgandir deb o'yladim. Lekin kuchlisiz, chunki bu narsalardan o'tib faoliyatingizda davom etyapsiz. Bu sizni kuchliligingizni bildiradi. Bolaligingizda ko'p dakki eshitar jihatlaringiz bo'lganmi? Nimani ustidan ko'p gap eshitardingiz? Juda sho'x bo'lganman. Ko'proq dakkini otamdan eshitganman. Xullas, ota-onam olib borib kelardim deydi-ku. Uyda bekim olardim. Xullas, shunaqa voqealar bo'lardi. Mana ko'chaga chiqib ketardi qidirib. Endi esimizda o'sha paytlarni seni aytadi, "Voy, shunaqa sho'x bo'lgansan." Anaqa sho'x bo'lganman-da, energiya to'la. Shkaflardan даже sakrardim. Kimzor sakrash, bilmadim, oyog'imni shirib olganman, qayrib olganman, sindirib olganman. Hechasi tushmaydi, adam meni opchilab, больницаga olib borgan, oyog'im bo'g'iq bo'lgan. Oyim aytardilar, buvim rahmatli, kecha shuni singlim bilan eslab o'tirdik, Malika bilan. Buvim rahmatli aytgan ekanlar-da, singlim, onam rahmatligi. Ra'no, shu kichkina qizingdan xotirjamman, Malikadan, shu muhabbatingga ehtiyot bo'lasan deb. Haligacha singlim aytadi, yaxshimisan, borsan, ona sherim deb qo'yadi menga. Lekin chetdan qaraganda teskari ko'rinasizlar haqiqatda. Singlingiz sho'x, shaddodroq, siz o'ta vazmin bosiq ko'rinasiz. Shunaqa to'rtta joyda maktab yurg'izsam, onalarim ham aytadi, "Sizdan qo'rqamiz, salobatingiz bosadi" deyshadi. O'zi aslida men yumshoqman. Singlimmi? Bo'ldi, yumshoqroq deb o'ylashadim. Lekin aslida u strogiroq. Chenman. Men yumshoqroqman ancha. Bitta intervyuyingizda eshitgandim, ko'proq tartib intizomga u qattiqroq turadi. To'g'ri deb. Oilada qanaqa edi? Tartib qoidalar? Kuchli edi. Chunki bizning adamiz asli andijonlik bo'lganlar. Bizda juda ham tarbiyaga qattiq qaralgan. Bizda uyga kech kelish mumkin emas edi, birovnikida yotib qolish mumkin emas edi. Masalan, qarindoshlarnikiga ham borsak, o'sha kunni o'zida 2 soatda qaytib kelardik. Adam buni tartib qilgan. Biza borib, masalan, hamma yotib qolsa, endi bizga ham ruxsat berilardi, no? Me'yorda, oyim bilan, lekin oyimsiz o'zimiz hech qayerda yotib qolmaganmiz. O'rtoqlarimiznikida ham mumkin emas edi. Keyin adam kalta kiydirmasdi umuman. Uzun, yengi qo'ling yopilib tursin derdilar doim. Oyog'ing tizing yopilib tursin derdilar doim. O'zi har bir oilani ichki anaqa qonun kodeksi bo'lishi kerak deyman-da. Shundagina oila boshqacha bo'ladi. Unda tarbiya topgan bolalar ham boshqacha bo'ladi. Va ota-onangizdan olgan eng qimmatli va bugunga qadar foydalanar nasihatingiz, darsingiz? Adam har doim aytganlar. Adam uchun tarbiya birinchi o'rinda bo'lgan. Adam o'qituvchi-ku, adam aytardi doim. Bizga adam qattiq turganlar, aytganlar, farzandlaringga qattiq tur deganlar. Mashinada o'sha deganlar. Chunki zamon qattiqlashib ketyapti. Har xil ko'ryapsizku, mana o'zimiz ham Instagramga ko'zimiz tushadi. Har xil yomon narsalar, videolarni ko'rib qolaman, xafa bo'lib ketaman, bolalarim uchun qo'rqib ketaman, chunki ular ham hozir shunaqa возрастda, переходной возрастda, ishonasizmi, har kunini kontrol qilaman. Darsini, nima bilan vaqt o'tkazyapti, o'rtog'i kim? Ya'ni qattiq tur deganda hushyorlik va nazoratni nazarda tutyapsiz. Adam mana shu gapini har doim tushunman. Nazorat qil. Bolalaringga yaxshi e'tibor ber deganlar, o'zlari ham vasiyat yozib ketganlar qog'oz. Bolalaringning sog'lig'iga e'tiborli bo'l deganlar. Keyin bolalaring tarbiyasiga qattiq tur. Mana shu ikkita qonunga bo'ysunaman. Vasiyat yozib ketganlar. Adam o'limlaridan oldin qog'ozga juda ko'p narsalar yozib ketganlar. U vasiyatni menga tashlab ketganlar. Men ochib o'qiganimda shu farzandlarimning sog'lig'ini birinchi o'ringa etganlar va tarbiyasiga qattiq qarab, ayniqsa o'g'lingning tarbiyasini qattiq o'sha qilsin. Keyin qarindosh urug'lar bilan munosabatliklar hech qachon uzilmasin deganlar. Mana shu uchinchisi. Silay rahim. Mana shu 3 ta narsani aytganlar. Silay rahim hech qachon uzmaylar, bu narsa davom etsin. Chunki adam juda ham o'zlari anaqa edi, silay rahimga qattiq qarardilar. Onam ham shunaqa edilar. Qarindosh urug'larnikiga borardilar. Biz ham haligacha shu urfni davom ettiramiz. Kichkina muhabbat ota-onasini aytganini ko'proq qilarmidi yoki qilganini? Qilganini qilardik. Chunki biza juda ham aytibman-ku,
ziyolilar oilasida katta bo'ldikda, bizning adam juda ham diplomat bo'lganlar, onam ham diplomat bo'lganlar. Ular ham nasihat berishardi, ham o'zligini ham chiroyli tutishardi-da. Bizning oilada hech qachon bir riyokorlik bo'lmagan ekanda, Yo'q, demak yo'q. so'z boshqa, amal boshqa bo'lmagan. Yo'q. Adam qattiq bo'lganlar. Adamning gapi gap bo'lgan uyda qonun. Men adam ko'ziga tikka qaramaganman. Alloh guvoh deb aytaman. Ko'zlariga tikka qaraganimni eslolmaymiz. Juda qo'rqardik. Yoshimiz katta bo'lsa ham titrardik. Uyga mana 5 minut kech qoldikmi titrardik. Adam qattiq turardi bizga. Lekin erkalanishchi. Adamni erkalashlari, maqtashlari bo'lardi. Молодец deganlari biz uchun bu katta baxt edi. Adam довольный bo'lib bizga kulib, молодец, bitta bosham bundoq qilsalar tamom biz uchun shu baxt edi. Biz adamdan erkalash. Mana xohlamaganmisiz quchoqlashni, erkalanishni, dadajon deb bag'rlariga haligi do'stona dada qizlar bor-ku. Bilasizmi, to'g'risida rosa uyalardik adamdan. Men bilmayman, mana ko'pincha men ham kinolarda ko'raman. Ada deb quchoqlab, men uyalardim adam quchoqlashga. Bizni davrimizda o'zi ko'plar shunaqa edi-da. Chunki dadani salobati boshqacha bo'lardi. Biz qo'rqardik. Hali yo'talib qilib uyga kirib kelish bo'lardi-da, hamma o'zini yig'ishtirardi, ayoli ham, farzandlari ham. Endi bugun hamma narsa ochiq bo'lib ketdi. Mana kinolarda ham ko'raman, adasini quchoqlab, adajon deb bo'yniga olsa, menga bu narsa umuman boshqacha tuyuladi. Men endi adam tug'ilgan kunida quchoqlardi. Lekin shuncha qattiqqo'lliklariga qaramay, ijodingizni doim qo'llab-quvvatlagan. Doimo. Chunki bizga ishonardilar. Biz onam rahmatli bilan yurardik. Har doim bizga ruxsat berganlar, agar oying yoningda bo'lsa deganlar. Oying yoningda olib borib olib kelishga ruxsat deganlar. Bizga ham ishonardilar, chunki ko'rardilar biz hech qachon ishonchlardan chiqmaganmiz va avvalo yaxshi ustozlarning qo'lida bo'lganmiz. Ustozlarimiz qattiq bo'lishgan. Adam bilib turib, ularni bemalol bizani ishonib topshirgan. Ko'pchilik qarang, mana raqqosa deganda yengil-yelpilikni, haligi nozik qarashma, hammani o'ziga qaratish, raqs qiz bolani buzadi degan tushuncha xatoda. Juda to'g'ri. To'g'rimi? Aslida shu savolni sizga berayotgan odam o'zini aslida tarbiyaviy doirasi noto'g'ri. Sababi tarbiya muhimda. Shu savolni berishim to'g'rimi shu odamga? Nimaga men shunaqa beryapman? Dili og'rimasmi? Dili og'rimasmikan, ko'rdingiz? Dadajon qattiqqo'l bo'lgan ekanlar, onangizlarchi? Onam juda ham yumshoq ayol bo'lganlar, juda yumshoq tabiatli. O'zi onamni hamma yaxshi anaqalar bilan eslashadi, chunki onam nihoyatda yumshoq ayol bo'lgan. Onamdan san misol uchun onam taniganingizda voy shunaqa ham hokisor bo'lishi mumkin. Oyim hatto biroq u anaqa qo'pollik ham bo'lmagan oyimda. Nihoyatda diplomat anim. Men aytaman, ojon siz aristokratsiya, siz bu dunyoni odam emassiz derdik. Chunki nihoyatda aristokrat. Qiz bola 30 dan o'tgandan keyin onasiga tortadi, agar onasi uni ideal kumiri bo'lsa deyishardi. Mana sizdagi sakinatning sababi demak oyingizlar ekanlar. Даже o'zim farzandim nimadir, masalan, oddiy so'z ahmoq desam, ahmoq dema derdilar. Kartoshkada, piyozda, nimadirda, anaqa dema derdilar deb, voy, oyi, unaqa deya olmayman. Asabiylashgan, yo'q qizim, sen chiroyli muomala qil. Qizing sendan eshitadi, shuni o'rganadi. Ertaga xuddi shu narsa qaytariladi derdilar-da. Men harakat qilaman, lekin onamdek bo'lish juda qiyin. Men harakat qilaman. Endi bir xil ayollar o'zi shunaqa bo'lishadi-da, bag'ri keng, mehrga, ilmga, barchaga ezgulik ulashishga lim-molim ayollar bo'lishadi. Shunaqa. Va shu ayollardan shunday ajib ikki qiz qolgan bizning jamiyatimizga. Alloh ruhlarini shod qilsin. Rahmat. Onajoningizni ko'p sog'inasiz, bildim videolaringizdan. Opa-singil bir-biringlarga shuning uchun ham shunaqa yaqin bo'lsanglar kerak. Onangiz sog'insangiz, singlingizga shoshsangiz kerak. Da, shunaqa. Men chunki o'zim yolg'iz farzandman, his qila olmayman jigarchilik nimaligini. Lekin ikkita qizim mana hozir endi o'qishlari ko'payib, bir-birini kechqurun ko'rib qoladi. Bir 3-4 kun gaplashmasa, shunaqa o'tirib, gaplari ko'payib havas qilaman-da. Shunaqa bo'ladi. Biz ham singlim bilan juda ham aytmoqman, mehribonmiz bir-birimizga. U menga onam, otamdek, men unga ona, otasidek. Menga suyunib oladi. Biz juda ham bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, bir-birimizni tushunamiz. Bitta qarashda bir-birimizni tushunamiz.
u mani hech qachon dilimi og'ritmagan. Men ham harakat qilaman, singlimni dilini og'ritmaslikka. Opalik qilib ishlar buyurib hukmronlik qilmaysizmi? Qilaman. Qilaman. Bo'p turadi, chunki u meni singlim, yo'lga solaman. Inogda bo'ladi shunaqa vaziyatlar. O'sha endi men oyim adam aytishganda, sening kichkina doim bilgin, u sen har doim uni qarab turgin deyishganda, chiqib ketib qolsa yo'lga solaman, darrov xafa bo'lmaydi. Lekin bir intervyuzda eshitgandim, to'yga chiqish zarurat bo'ldi. Ma'lum mablag' yiqqunimcha, hozir shu menga kerak. Lekin singlim rosa qarshilik qiladi shunga. Otam, onam bunga xohlashmagandi degandingiz. Bizga oyim adam aytgan, quruq non yesang ham, bir burda qora non yesang ham hech qachon to'yga chiqma qizim deb, bu ularning katta iltimosi bo'lgan. Lekin vaziyat shunaqa bo'lib qolgan, men majbur bo'lganman. Chunki adam kasal yotib qolganda, men turmush o'rtog'im hamma yordam bergan, lekin bariga ham juda katta pul kerak bo'lganda, o'sha paytda hamma sinaladi. Boshingizga tashvish kelganda zotan kimni qandayligini bilasiz. Hammani biladi. O'sha payt men hammani bilganman. Sinalganmiz, qattiq, majbur bo'lganman, shunaqa chiqib ketganman. Lekin bilasizmi, inson oddiy qo'pol aytganda, ehtimol qo'pol o'xshatish bo'lar, o'qituvchi bo'lib turib ham xulqi buzuq bo'lishi mumkin-da. Oddiy maktabda o'qituvchi bo'lib turib ham to'g'ri, xulqi buzuqlik qilishi mumkin. Lekin inson o'zini xulqini ota-onasidan meros olgan tarbiyasini go'zal saqlayman desa, ilm o'zgarishi mumkin-da insonda. Umrimiz davomida kasbimiz o'zgaradi. To'g'rimi? Masalan, bo'lishi mumkin. Har ish qilib ko'rishimiz mumkin, lekin asos, fundament, tarbiya o'zgarmaydi-da. juda to'g'ri. O'shaning uchun bunga juda ahamiyat beriladi va o'sha ota-onangizdan olgan ota-onalik me'yorlarini bugun farzandlaringizni qanday qo'llayapsiz? Qanaqa onalar muhabbat? Bugun istoriyangizda ko'rdim, boringga shukur qizim deb qo'yibsiz. Men farzandlarimni juda qadrlayman, juda ham yaxshi ko'raman, qadrlayman va meni farzandlarim, meni oilam hamma narsadan meni hayotimda birinchi o'rinda turadi. Men har qanaqa ishimni ikkinchi planga suraman, lekin meni farzandimning sog'lig'i, o'qishi, unga bo'lgan meni e'tiborim har doim birinchi o'rinda turadi. O'zi farzand nima siz uchun yoki kim? U meni davomchim. U meni davomchim, u meni yuzimda, u meniki. U meni bitta bo'lagim, mendan yaralib, muhabbatdan yaralib chiqqan bitta bo'lakda u. Men hatto ishonsangiz, yakshanba kunga ham umuman hech narsa olmayman, ish olmayman, yonib ketsa ham. Chunki u meni oilam kuni. Bizda ham shunaqa. Shaqami, sizda ham? Bu juda yaxshi an'ana. Ha, men tegmayman. O'chiraman, bo'ldi. Yo'q qolaman. Meni oilam, meni qo'rg'onim, meni issiq joyim, farzandlarim bag'rimda to'yib quchoqlab maza qilib televizor ko'ramiz. Yaxshi bitta film, yaxshi tansiq taomlar, to'g'ri. Pista doimiy ichimliklar va uzoq suhbatlar. Bu bizda o'zgarmas qoida. Agar shu nimadir bo'lib bir hafta bo'lmay qolsa, ruhan charchoq his qilamiz. Hammamiz, bitta men emas. Oyijon, bu hafta o'zgarmasin deyishadi. Keyin bilasizmi, shu bolalaringizga mehr berganingizdan keyin ham xotirjam bo'lib qolasiz. O'zingiz tinchlanasiz. O'zingiz tinchlanasiz. Keyin shukur, shuncha ish bo'lsa ham shu bolalarim bilan o'tkazdim shu kunimni, qanaqadir onalik vazifasini qilgandek, shu kuni o'zimni xotirjam his qilaman. Chunki men har kuni masalan ertalab turaman, zavtrak qilib beraman bolalarim. Chasni shkolada o'qisa ham zavtrak qilib, o'zim kontrolimda chiqarib yuboraman. Hammasini qilib, obedlarimni tayyor qilib ketsam ham, deylik, uyga kelganda yeydi. Lekin bariga ham ko'nglimdagi bo'lmayapti-da. Lekin har kuni borib kechqurun gaplashaman. Kuning qanaqa o'tdi? O'zi muloqot kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Kerak. U har kuni sirlarini ishonishadimi sizga? Ishonadi. Urushmayman. Hatto aytganman, kimnidir ko'nglingdan yaxshi ko'rib qolsang, menga ayt, o'rtoqman senga deganman. Necha yosh katta qiz bola? Katta qizim 15 yosh, ikkinchi qizim 12 yosh. Kecha mana как раз shu mavzuda oilamizda suhbat bo'lib, 3 soat naqd ketib qolibdi. Vaqtga qarasa kech bo'lib ketibdi. Lekin yaxshi ham shu suhbatni o'tkazdim, chunki kontrol qilaman-ku hamma narsa, telefonini kontrol qilaman. Nima bilan nafas olyapti, kim bilan yozishyapti? Tekshirasizmi? Tekshiraman. Bildiribmi? Yo'q, o'zi qo'limga tushib qoldi-da. Hech qachon bildirib tekshirmayman, chunki bolamga shunaqa 100% ishonaman. Bola endi ishonchini sindiradi-da tekshiruv. Keyin yuragimga bitta narsa shundoq katta qizim aytib qoldi, o'zi belgi bo'ladi. Belgi beradi, bilasizmi, Alloh. Sezasiz, qo'lingizga shundoq kelib qoladi. Sezasiz, shuni mana ko'rdingiz, siz ham
anaqa bu onalar o'zi shunaqa bo'ladi-ku, hayotda qizimni telefon tekshirmasdim, kechirasiz tekshirdim. Qarasam, ajoyibroq anaqalar topdim-da. Endi yoshlik, o'smirlik, har kim o'tadi bundan. To'g'ri, keyin onam rahmatlining gaplari esimga keldi. Onam menga shu payt meni hech qachon qattiq ushla qilmaganda, onam o'tirib, "Qara aytib ber" deb gaplashib, mana gaplashganmiz-da, "Voy shunaqa, menimcha bunaqa emas" deb oyim ana chiroyli qilib ochib ketadilar-da vaziyatlarni. Mana bunaqa narsada qarang, katta gavjum shaharning ichida, shahar aholisi ichida bitta begona o'smir. Shunaqa his qiladi o'zini. U begona, mana bu hammasi shahar ahli. Agar siz o'sha vaqtda qattiq turib uni itarib ushlayman desangiz, u sizdan qochadi va adashadi. To'g'ri. Agar siz o'sha "Kelman qo'lingdan tut, men senga shu shaharni tanishtiraman, bu odamlar qo'rqinchli emas" deb tanitsangiz, u dunyolarni zabt etadi-da. Buni afsuski tushunmaydi ko'p onalar. Yo, menga onam rahmatli shunaqa taktika qilardi. Hech qachon bizani siquvga olmagan. Har doim men onam bilan do'st bo'lganman. Ichimdagi hamma nima kechayotgan bo'lsa aytolganman onamga. Onam har doim to'g'ri yo'l ko'rsatgan. Kecha shu narsani onam nima qilardi shu payt dedim-da, bitta esladimda. Oyim nima qilardi? Qani qizim, o'tir. Boshdan aytib ber. Men har doim san tarafdaman dedim. Qara, yomon tomonlarini aytib beraman, lekin agar hozir dedim, menga aytmasang, mana bunaqa bo'lib ketishi mumkin. Albatta, tanlov berasiz. Tanlov, agar sen shularni bo'lishini xohlaysan, menga ayt, men senga shunaqa to'g'ri yo'lni ko'rsataman, sen shu yo'ldan ketasan dedim. Ochildilar bir payt hammasi. Ojon, rostdanmi urushmaysan, jinimisan? O'rtog'ingman dedim. Urushmayman, o'tir qizim. Men senga doim do'stman dedim. Albatta. Aytdi shunaqa, "Yo'q, sen agar yaxshi ham bunaqa qilib qo'ymas agar men bunaqa qilganda, hozir men bunaqa bo'lib qolish mumkin" desam, "Ojon, shu ko'nglimga keldi, yaxshi ham aytdingiz, boshqa unaqa qilmayman. Ko'rdingmi?" dedim. "Qara, bunaqa ham ketib qol, bunaqa qilsang, men bunaqa bo'lib qoladi, bunaqa qilsang mana qoladi. Men senga yomon tomonlarini ko'rsatdim. Anaqani ko'rsatib beraman-da, yomon tomonni ko'rsatib beraman." Keyin siz formula berasiz. Bolangiz hayotini shu formulaga solib o'zi yashaydi. Ya'ni bunaqa narsa, ipli qo'g'irchoq bor-ku, bugungi zamon onajonlari bolalarini shunaqa deb tasavvur qiladi. Bu yoqqa bursa, bu yoqda turish kerak. Bola unaqa narsa emas. Bola ne'mat, biz so'ralamiz erta ularga qilgan munosabatimizdan, bergan tarbiya omonat ular zotan. Va mana qarangda, hozir shu yerda ikkita xulosa bor, sizga aytib ketaman. Ko'p ta'kidlayman, muhabbat mavzusida gaplashishimiz shart. Biz o'rgatmasak, boshqa yerdan o'rganadi. Va ikkinchi olar xulosangiz, qarang bularning so'zlaridan. Ota-onani bergan tarbiyasi siz uchun katta bazada, keyin o'zingizni hayotingizda ham, farzandlaringizni ham qo'llaysiz. E'tibor bering, onam nima qilardilar deb o'yladim, deyaptilar. Chunki men bu katta chemodanlarida to'la zapaslari bor onajonlaridan. Go'zal tarbiya. Va o'shani bugun o'zlari foydalanyaptilar. Ya'ni tarbiya bu avlod surib ketaveradi. Bizga vafot etib ketganimizdan keyin ham savoblar olib kelaveradi. Shuning uchun ham jon kuydiraman-da bu borada. Men keyin yana bitta mana shu mavzuda yomon sinalganman-da. Qizim prezident maktabiga tayinlanyotdi-da. Bir kuni qizim rosa urishdim. Shunaqa bo'ldi, xato qiladi hamma onalar. Urishib qo'ydim-da. O'sha qizim uyga kelmayapti-da o'sha kuni. Test ichgan, testda ball past chiqdi. Menga o'sha o'qituvchisi aytdi, o'ziga test ichadi. Ammo uni urishardim. Testda past ball yechsa, men uni urishardim. Har gal ikkita ball ko'tarilgan bo'lsin derdim. Ikkita to'g'ri javob qo'shilaversin derdim. Kelmayapti-da o'sha kuni. O'lib bo'ldim. Mana shu muzlab xo'jayinimga nima deyman? Hozir adasiga deyman, qizim kelmayapti, yig'layapman. 02 ga berdim. Rasmini jo'natdik. Qizim kirib kelyapti, qonagan, men tizzalari yig'lab tamom bo'ldim. Men o'sha bu yerda qatta kanallar bor. Supuvda o'zim bir nima qilib qo'ymadimmikin, chunki men qanaqa o'zim ayblayapman. Mumkin emas ekanda. Tabiiy. Nimaga qildim shuni? Kerak emas, bahoying ham kerak emas, ballaring ham kerak emas. Men dedim, bolam yaxshi, shunaqa o'zim aybdor his qildim. O'sha o'zimga va'da berdim. Hech qachon bolani yaxshi baho olmading deb ko'rasan, kelganingda olib kelmagin, ko'rasan. Yo'q, keyin bola qo'rqar ekanda, uyga borayotganda men endi nima xayol qildim? Men o'yladim, qizim yomon yechgan, onam biladi o'sha. Hozir uyga borsam meni yomon qiladi, urishadi deb o'zini ibratga tashlab yubordimi? Yo'qolib qoldimi? Tushunasizmi? Nima xayolga qo'ydi? Aytib ketaman shu yerda. 4 yillar avval maktablardan birida bo'lgan hodisa. Uydan dadasini shaxmat doskasini olib keladi bola maktabga o'ynashga. Qimmatbaho toshli doska bo'ladi. Bolada endi o'ynab sindirib qo'yishadi. Va dadasi shuni tekkaningni o'ldiraman degan bo'ladi. Bola uni olib keldi-ku so'ramasdan.
va uni uyga borib hozir dadamga nima deyman deydida, maktab tomidan chiqib o'zini tashlab yuborgan. Bola joyida o'lgan. Va buni majlislar qilib juda ko'p gaplashganmizda buni. Ha. Juda og'riqli. Endi o'shanaqa shaxmat doskadan dadasi 100 ta topib ola oladi. Lekin farzandini topa olmaydi. To'ppa-to'g'ri. O'zim ham musiqa maktabiga borardim, rubobga. Ha. Borgim kelmadi bir, chunki yoqtirmasdim. Men pianino xohlardim. Onam rubob, Olmaxon Hayitovada ashula aytasandir dilida. Keyin qochdim, bormadim darsga. Uni onam bilib qopdilar. Qo'ng'iroq qilib, "Men uyga boray, senga ko'rsataman" dedilar. Men qochib ketganman buvimlarnikiga. Ular bilmaganlar, aytmaganman. U yoqqa ham borib, oyim jo'natdilar deganman. Meni 2 ta rayon militsiyasi qidirgan. Onam mazalari qochgan, boshqa bo'lgan. Lekin men bola aqlim bilan bularni o'ylamaganman. Menga fakt, что uyga borsam ko'rasan dedilar. Men kalta yeyman, gap eshitaman. Qo'rqib ham qochib ketadi. Qo'rqib qiladi. Shuning uchun juda yaxshi anglashyapsiz va o'sha yomon dars bo'lgan meni hayotimda. Buni hamchi qarangda, muhabbat tafakkur qilgan odam dars oladi. Fikrlagan odam dars oladi. Tavba qilgan maylik. Odamlar ba'zan ko'zini oldiga shunaqa ibratlar keladi, undan xulosa olishni bilmaydi. Shuning uchun ham doim onajonlar tafakkur qilaylik deyman. Onani zakovati har doim muhim turadi, buni unutmang. To'g'ri. Va intervyularingizdan bilaman, katta farzandingiz adashmasam sog'liklarida sinalgansiz rosa. Tuzalib ketdilar, yaxshi bo'lib ketdilar. Xudoga shukr, hozir hammasi yaxshi. Bu ham bir sinov. Men o'zim umuman mana hayotimda shuncha voqealarga asoslanadigan bo'lsam, bitta narsani o'zim bildim. Qachon yaxshi bo'lib ketadi hammasi? Taqdirga rozi bo'lganingizda. Shukrona. Bo'ldi. Men roziman shu taqdirga deyishim bilan hammasi yaxshi tomonga o'zgarib ketadi. Rozi bo'lish kerak. Alloh sizga berganiga shunchaki mayli. Tashab ketdimi birov? Roziman Alloh. Nimadir bo'ldimi? Hayotingizga sinov keldimi? Mayli Alloh shuni menga taqdir qilsan. Ming rahmat, yomoni bo'lmadi. Roziman. Undan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku. Rozi bo'lish kerak ekanda, qadaringizga, berayotgan Allohga, sinovga rozi bo'lishingiz kerak. O'shandagina Alloh menga rozi bo'ldi, sizni ichingizdagini berar ekan. Men shuni ko'p sinovimdan o'tdi. Bir shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Mana o'zim hozirgi dani momentda ham mana ishimda, ijodiy nima shunaqa bo'lib qolganda vaziyatlar deyman, nima bo'lsa bo'ldi, Allohdan. Alloh men roziman, nima bo'lsa bo'ldi deyman. O'sha o'ylab turgan ishim shunda bo'lib ketadi. Chunki men biz qanaqa qilamiz? Biz hamma narsani o'zimiz qo'lga olamiz-da. Bizni boshqargimiz keladi. Biz xohlagandek bo'lish, tez bo'lish kerak. Tez bo'lib ketish kerak. Unaqa bo'lmaydi. Siz qo'yib yuborishingiz kerak. Ayniqsa tarbiya masalasi. Ha. Bugun siz tarbiyaman onalar. Siz aytganingizni qilib ko'rdim, lekin natija bo'lmadi. Kulaman. Odamzod. Siz hech yo'q 3 oy qiling shuni. Ha, hech yo'q. Keyin natijasini sekin ko'rib, u bugun aytdingiz, bola bugun qilsa, uni bolaligi qayerda qoladi? Bo'lmaydi. Xato qilishi qayerda? Xuddiki biz o'zimiz yoshligimizda mutlaqo xato qilmaganmiz. Hamma narsani hozirgidek ideal tushunganmiz. Qaynonam, onajonim aytadilar, qaynonamlar. Oyjon deb men ham go'da aytaman-da, gapiryapman, qizim gapiryapsam har kun. Qizim, sabr qil, sekin bo'ladi. Sekin shu narsa unga keladi, tushunadi. Sen gapiraver, har doim chiroyli yo'lni ko'rsatur, keladi bolam, hamma narsa tez bo'lib qolmaydi deydi. Mana o'zingiz onangizni nasihatlarini mana ba'zan o'sha yoshligingizda tushunmagan gaplarni hozir to'laqonli anglaysiz-ku, to'g'rimi? Eslaysiz, anglaysiz, keyin hayotingizga tatbiq etasiz. Farzandlarimiz ham xuddi shunaqa. Mana bugun qilmasligi mumkin sizni aytganingiz, lekin kun kelib oyim shunaqa derdilar-ku deb amal qiladi. Yoki shundoq o'sha vaziyatga tushadi, onam aytardilar-a deydi. To'g'ri, to'g'ri. Lekin hozir ham o'sha farzandlarim ancha narsani tushunib qolgan, потому что men erinmayman, har kuni bolalar bilan gaplashaman. Erkaroq o'g'lingizmi, qizlaringizmi? O'g'lim. O'g'il onaga yaqinroq bo'ladi. Uni yaxshi ko'raman, kichkinada. Katta qizingizdan avval kichik qizingiz o'rgangan ekanlar. Ha, shunaqa. U qizim Qur'on xatm qilganda, arab tiliga borgan, katta qizim ham borgan, kichkina qizim chin dildan o'zi xohlagan. Birinchi yil ruxsat bermaganman, chunki juda kichkina edi, chunki keyin yech borsa bu xunush bo'lardi. Ikkinchi yil o'zi oyijon, juda xohlayman, ro'mol chiroyli. Qizimga ro'mol yoqadi. Oyijon chiroyli. Qarang,
sochdan ko'ra ro'mol sochi chiroyli qilib turadi, akkuratniy turadi, yuz menga yoqyapti deydi. Mayli deganman. Endi shuni Alloh xohlabdi. Ko'ngliga solganda Mana katta qizim ro'molda emas, men unga hech qachon bizning oilamizdan xo'jayinimdan majburlash yo'q. Albatta. Qanday xohlasa, muhimi tarbiya. Yana aytaman, tarbiya eng muhim masala. Er xotin tortishib, baqir-chaqirlaringiz bo'ladimi bolalarning oldida? Oldin bo'lardi. Yosh paytimiz, lekin hozir umuman yo'q, Xudoga shukr. Chunki biz ham ulg'aydik xo'jayinimlar bilan. Biz o'sha bolalarga bu juda katta ta'sir qiladi. Mumkin emas. Chunki masalan men o'zim eslayman-da, menimcha ulg'aydik. Xuddi siz aytganingizdek, o'sha ota-onaniki qaytarilarganda, esingizda qolarkan. Oyim odam hech qachon bizning oldimizda urushmagan. Hech qachon. Bo'lgan shu momentlar, lekin tortishib qolsa ham menga stress edi. Singlim bilan men yig'ilib, chunki qay bir taraf bo'lishni bilmaysiz, tanlovda qola olmaysiz. Biz ham endi yoshlik qilib xo'jayinimiz bilan endi bo'lgan har xil sinovlar, keyin o'zimizga va'da berganmiz. Va'da berdik, yo'q, men qilmaymiz. Doim birimizga chiroyli munosabatda bo'lamiz. Va bolalarning oldida urushmaymiz. Har qanaqa gapimiz bo'lsa alohida, ichida imkoni bor-a buni? Da, bor. Albatta. Imkoni yo'q deyishadi, lekin bor-da. Yo'q, nimaga imkoni yo'q? Prosta bitta narsani bilish kerak, bu dunyo g'animat. Yoshimiz ulg'aygan sari faqat biza turmush o'rtoqlar bir-biriga kerak bo'ladi. O'rtada farzandlar bor. Bo'ldi. Ona bo'p, shu yo'ldan yurib o'tmagunimizcha, u ming sizga strategiya berishsin, yo'l yo'riq berishsin, yo'q. Chunki barchaga birdek tushar qoidalarning o'zi yo'q-da. To'g'ri. Har oilaniki individual bu qoidalar, qonunlar. To'g'ri. Bolalar o'zi chunki alohida. Bitta oilada 4 xil, 5 xil xarakteri bo'ladi. Aytmay, hammasiga moslashish, xarakteriga tushib gapirish ularni. Lekin baqirib urishasizmi? Bo'lgan. Bolalaringiz urmaganmisiz? Bo'lgan. Yashirmayman. Uzr so'raganmisiz buning uchun? O'zi onalar xatoga yo'l qo'ysa uzr so'rash kerak deb hisoblaysizmi? Kerak. Nimaga kerak emas? Kerak. Onalik mansab-ku. Xurrem sultonning koronasi bor boshimizda. Yo'q, meni xato qilganim men o'zim bilaman-ku. Men bolamdan hech qachon uyalmayman. Men onaman. Seni urishim kerak. Urdimi, bo'ldi. Men bunday yurishim kerak degani emas. Masalan, lekin har qanaqa vaziyatda men urushsam ham, kalta yeb qolsa ham deylik, endi qattiq urmaysiz. Lekin adam aytganlar, vaqt kelganda o'g'lingni bo'lsa ham urgin deganlar. Chunki o'g'il bolani yana aytaman, tarbiyasi juda qiyin ekan. Mana men o'zim o'g'li katta qilman. Ishonasiz, men nima qilib turaman? Qadamlik, hushyorlikda doim. Mana ko'ryapsiz Instagramda qanaqa bolalar bo'lib ketdi. Ko'rib ularni esim chiqib ketyapti-da. Menga ko'p murojaatlar keladi. Bola jinsini o'zgartirishga qaror qilgan yoki bu juda o'g'il bolani bachchaboz ekanini bilib qolishgan. Dahshat bu. Qizlarni qizga qiziqishi borligini bilgan onajonlar bor. Dahshat. Va o'sha onalarni yozgan ovozidan men o'zimdan o'tkazaman shu narsani. Bu juda og'riqli. Dahshat-da bu. Dahshat, lekin shu dahshatga biz ota-onalar sababmizda. Ular shunday bo'lib tug'ilmagan-ku. Biz tarbiyada sustlik qilib keldik shu holatga. Mana hozir mana menga ham aytishadi, muhabbatda mana meni ishim juda ko'p-da. Ko'rsiz, bugun ham oldingizga qanaqa ahvolga yetib keldim. Lekin bargan bolani tashlab qo'yish kerak emas ekan. Kerak emas. Kontrolda ushlash kerak ekan. Kontrol deganim bording kelding emas, o'rtoqlari ular bilan o'tkazib, har doim gaplashishingiz kerak ekanda. Qizim, iching yaxshimi? Nimadir qiynamayaptimi? O'rtoqlaring yaxshimi? Hech qanaqa qiluvlar qilmayaptimi deb. Uni xo'jayinim ham bolalarimga ko'p lekin tarbiya qiladi. Xo'jayinim mendan yaxshi. Tarbiya borasida ularga yetadigani yo'q deydi. Farzandlaringiz juda ham baxtli, havas qildim. Rahmat. Kun kelib farzandlaringizni rohatlarida ko'ring. Shu farzandlarga tarbiya berishingizga sababchi bo'lgan ota-onangizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Endi keling pedagogligingizga o'tamiz. Bugungi kunda pedagogsiz va ustozlik bu juda katta martaba. Bunaqa asalchalarni e'tibor beryapsiz. Bugun bitta shovqin yo'q, zalda shuncha qiz bor. Hamma o'zini ishi bilan mashg'ul va raqs bu faqat siz xayol qilgandek dikir o'ynash emas. Raqs bu intizom, raqs bu tartib, raqs bu chiroyli qomat, o'zini erkin tuta olish. O'zim ham rosa raqsga qiziqaman. Maşallah. Bildim. Qanday ustozlik?
siz ustozlikda nimalarni o'rgandingiz yoki muhabbatni nimalarni o'zgartirdi ustozlik? Man o'zi hech ham raqs ustozi bo'lib ketaman deb o'ylamadim. Bunaqa umuman ro'mol o'rayman deb o'ylamadim. Raqs maktabida ochib ketaman deb o'ylamadim. Men endi katta karyera qilgan odam edim. Hali yana oldinga ketishim bor edi, planlarim bor edi, konsertlar qo'yish bor edi planlarimda. Hammasi birdan o'zgardi. Shu umra safari bilan bog'lanib, hammasi o'zgarib ketdi. Lekin Allohning planlari bizga zo'rda. Plan u buyuk. Uni bizga plani biz o'ylagandan ham chiroyli. Albatta. Necha marta shunga guvohi bo'lganman, haligacha ham aytaman. Ming rahmat Allohga, shu meni ustozlikka olib kirib ketdi. Bugungi kunda eng anaqa baxtli ustozman. Juda shogirdlarim ko'p, 4 ta maktab, 400 tadan oshiq o'quvchi. 4 yoshdan boshlab 20 yoshgacha Shirintoylar mana hammasi ikkinchi onasi meni yaxshi ko'radi. Yosh onalar aytadi, "Voy, bizdan ko'ra sizni yaxshi ko'radi, siz aytganingizni qiladi" deydi. Hali tilini topolganmizda endi Shirintoylar. Lekin disiplinani birinchi o'ringa qo'yganman. Intizom birinchi o'rin. Birinchi o'rinda. Menda raqsdan burun o'zing to'g'ri tutib, meni eshitishing, meni gapimga kirishing muhim. Muloqot ya'ni. Muloqot, ha, meni eshit. Bor debsada juda o'zim tutib ola olmaydigan. Hali kontakt o'rnatish muhim ekanda. Eshitmaydigan bolalar borda. Umuman eshitmaydi. Xayol ketib qolgan qatlagadir. Onani o'zi shunda bolani olgani menga shap tashlab yuborganda, shunaqa borda, shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Hatto aytaman, umuman gaplashilmagan bolada bor shunaqa. Hayron qolaman, voy. Anaqa ras olib tashlab ketishadi, tarbiyalab bering degandayman. Mana hozir ham guvoh bo'ldik. Bir qizcha keldilar, sochlari shu kerakli darajada yig'ilmagan, qaralmagan va ustozlar qilib qo'yishdi. Bilasizmi, shu vaziyatda bolani o'zi noqulay vaziyatga tushadi-da. O'rtoqlari hammasi risoladagidek. Bola borib o'ksiydi, keyin tiklashadi. Nimaga shu oddiy detallarga ustozlar qilib olish kerak-da o'zi? Yo'q, ona qilib berish kerak. Yo, asli endi shunaqa qaraydigan onalar bor-da demoqchiman. Bor, shunaqa onalar bor, lekin men bunaqa ustozman. Men bitta bolaga qarab uydagi muhitni bila olaman. Albatta. Zotan ko'zgumizda farzandlar. Ko'zguman. Bolaga qarab uyda ota-ona yaxshi munosabatdami? Uyda disiplina bormi? Porядка bormi? Akkuratniymi? Men bittada diagnoz qo'yaman. Onalar hayratda bo'lib qoladi. Topdingiz deb qolishadi-da. Chunki bolaga qarab turib baho berasiz. Bola toza keldimi, cheshkasi tozami, kolgotkasi tozami, sochi chiroyli yig'ilgan, demak uyda porядка bor. Demak, ona yaxshi. Yoyilib, cheshkasi qolib ketdi, kirdimida keldimi? Deb uyda muhit shunaqa. Endi onalar qaynonam yomon, qaynsinglim kun bermaydi, erim yaxshi gapirmaydi. Men nima qilay, qay biriga ulguray, keladi shunaqa murojaatlar. Men aytaman, u boshqa muammo. Sizni onaligingiz mutlaqo boshqa. Onalik bu missiya, u yerda to'siqlar, nimadir sabablar ketmaydi, vaqt yo'qotaverasiz zotan. Men shu borada ham bitta zo'r maslahat bergan bo'lardim onalarga. Fokusni doim o'zingiga va bolaga qaratish kerak. Albatta. Bo'ldi. Faqat shunaqa. Kerak emas, bilaman bir xilida menga shunaqa kelinlar kelib qoladi. Yuzlari ham charchab ketgan. Bilaman, shu qaynota juda katta oilada turadi-da. Hamma qilib xo'rsizlanib olib kelishadi, bolasi rahim kelib ketadi. Tushunaman. Keyin qarasam bola qaralmagan-da umuman. Nima qilmay deyman. O'zingizni seving, bolaga qarang. Bilasizmi, bitta qiz keldi-da, 7 yosh, ismi nima desam bilmasam deydi. Ismini bilmaydi. Unaqalar juda ko'p. Yoki qanaqa qolishadi onalar? Masalan, 9-8 yoshgacha bolasi har qanaqa holatda bo'lib ketganda, semirib ketgan, qaramagan, yeb ichishida tayini yo'q, nima xolasi yedi-da, shunda olib keladi-da, mendan srazu rezultat xolashadi. Siz aytgandek. Bir oyda zo'r bo'ldi. Tasavvur qiling, 9 yoshgacha bola nima qilsa qilgan, ona qarab, ona kontrol qilmagan, men uni bir oyda men sehrgar emasman-ku. U 9 oyda bola shu holatga kelib qolgan. 9 oyda oyoq yeshib ketgan. 9 yilda demoqchiman. Skolioz bo'lib ketganda, уже qotib bo'lgan hammasi formированный bola, makroti men uni yaxshi qilib berishim kerak. Bir xil bolalar bor, lekin uni o'sha paytda ham men eng qisqa muddatda qila olamiz. Lekin ona yordam berish kerak menga. Doimiy mashg'ulot davom etishi kerak. U bola menda haftada 3 marta menda raqsda 1 soatda yoki 2 marta filiallarimda bor, 2 marta 1 soatdan
qolgan hamma vaqtini kimlar o'tkazadi? Ona bilan. Основной ish onaga tushadi. O'sha uyda ona uyga vazifalarni qildirish kerak. Bolani o'ziga emas, o'zi kontrolda ushlash kerak. Qilyapsanmi? Молодец. So'zlarni yodladingmi? Keyin ber, men kontrol. Qani aytib ber. Men o'qituvchiman, bola javob berasan, ayt o'qituvchim. Xuddi shunaqa aytib ber. Молодец. Tashlab qo'yishadi edimi? Zotan o'zi bilasizmi, Muhabbat, buni ozgina yo'lga qo'ysa, qisqa muddat bolani o'zi shunga o'rganadi. Mana Yashang. 4-sinf qizim bor. Yashang. She'rlarni yodlab bo'lgandan keyin kitobini ko'tarib keladi. Oyijon, tekshirib bering deydi. Ana ko'rdingiz? Va biladi bizda nuqta, virgul, intonatsiya muhim. Ha. O'zini to'g'rilab aytadi va o'qituvchisi aytadilar, mana shu sinfda mani jiyanimni bolasi ham o'qiydi u bilan. Shahzoda bilan Samiyadaqa she'r aytadigan yo'q edi deydilar. Mana shularga qarab bolalar o'zgarib, hozir ko'pini mana tadbirlar qilganimizdan keyin esa diksiyalari, bitta tadbirda qatnashgan bola keyin she'rni chiroyli aytadi. Chunki o'rgatsa qiladi, o'rgatar odamlar kerakda. Yashang. To'ppa-to'g'ri. Hamma gap o'sha o'rgatishda, onani bolasiga vaqt ajratishida. Men aytmayman, men balki ulg'aydimmi bilmadim. Shu ulg'ayganim sari bitta narsani tushundim. Mani farzandlarim, mani oilam tinchligi, mani farzandlarimni tinchligi, sog'lig'i, ayniqsa sog'lig'i birinchi o'rinda. Men hech qachon bugungi ish ertaga qoldirmayman. Ayniqsa sog'lig'iga kelganda farzandimni. Albatta. Chunki doktorga borish kerakmi? Boramiz. Qoldirmayman. Boramiz deydi bir xil. Yo'q. Menda unaqa emas. Vaqtida boriladi. Katta qizimni sinfdoshlari bo'lganda oyog'im og'rirdi deb nuqul shikoyat qilar ekan. Hech parvo qilishmabdi. Jismoniyda yig'lab borgan oxiri bir kuni. Va srochniy olib borishgan. Shu qizchada rak chiqdi. Va o'sha qiz vafot etib ketdi. Biz ko'rgani borganmiz, hech ham esimdan chiqmaydi aytgani. Aziz opajon, bolalaringiz biron joyim og'irdi desa, iltimos vaqtida olib boring deydi. Meni olib borishganda men yashardim deydi. E'tiborsizmizda ba'zan shunchalar. Va juda kuchli e'tiborli bo'lishimiz kerak. E'tiborni qaratish kerak. Hozir sen bo'lib sizlar bilasizku, zamonni shiddat bilan hamma narsa rivojlangan. Oldingidagi ovqatlarni yemaymiz, suxomyatkaga o'tib qolgan bolalar, fast foodlarga o'tib qolishgan. Gazirovkalar. Men даже kiriyeshki bolalarimga olib bermayman. Kiriyeshki umuman gazirovka ichmaydi. Adasi bir ikki marta erkalatib olib beribdi. Birinchi va oxirgi marta deyman. Endi onasi bir yil bir marta ruxsat berdi, qolali ular ham, mayli deyman. Shu organizm bilsin uni ham, ertaga ras bergan narsa tushib qolsa reaksiya qilmasin deyman. Lekin imkon qadar o'sha uy ovqati ona mehr bilan tayyorlagani bu. Aytmoqman, mehr. Onani e'tibori, onani mehri bu eng главный narsa. O'shaning uchun bekor o'sha shariat aytishadi-ku mana. O'sha etilmaganda o'sha ayol kishi uyda o'tirsan, bolani tarbiya qilsan, tarbiyasini erkak kishi ishlab pul topsin. Shunaqa. Bu hammasi oldindan o'sha o'ylangan, to'g'ri tuzilgan. Aytadi-ku, Allohga Shunaqa. juda to'g'ri hammasi. Ko'rsatuvimizga xulosa tarzida o'zimdan emas, bilasiz, Instagram sahifamga qo'ydim. Siz bilan suhbat deb savol yo'llang dedim va eng ajibini beraman har doim. Bitta savol menga ta'sir qildi, shuni sizga yakunida bermoqchiman. Muhabbat opa ro'mol o'radilar debdilar. Bilamiz, ko'p narsadan voz kechdilar. Ko'p narsa yo'qotdilar, lekin nimalarni topdilar? Voy, juda chiroyli savol. Endi buni har bitta ro'mol o'ragan ayol menimcha xuddi mendek javob beradi deb o'ylayman. Eng muhimi, men ro'molda xotirjamlikni topdim. Men xotirjamman. Qanaqadir bu meni himoyamdek turadi. Bilmaysiz, ro'mol o'raganimdan keyin hamma narsa o'zgarib ketdi. Yaxshi tomonga. Yana aytaman. Bir rizqim ming bo'ldi. Rizq tomondan hech qachon qayg'urish kerak emas. Bitta narsani bilinglar. Sizlarni baxtinglar, omadinglar, rizqinglar bo'lsa, bu ro'mol bilan bog'liq emas. Hammasi Allohdan. Alloh xolasa, bilamizku, ro'molda ham martabanglar ulug' bo'ladi. Ro'molda bo'lsa ham Alloh sizlarni yuksaltirib qo'yadi. Ro'molda ham millioner bo'lib ketasizlar. Bu hammasi Allohdan. Rizq Allohdan, martaba Allohdan. Allohning iznisiz hatto bitta barg daraxtdan to'kilmaydi. 100% Allohga ishonch bo'lish kerak. Hech qachon och qolib ketmaysiz, ishsiz qolib ketmaysiz. Mana boshimdan o'tdi. Qaytanga men Allohga yaqinlashib ko'p narsa topdim. Xo'jayinim xursand bo'ldilar avvalambor. Oilam tinch
ancha endi bilasiz barga rashq bo'lardi o'rtamizda. Farzandlarimni Allohim hamma sog'lig'ini ham joyiga qo'yib berdi. Ming rahmat. Yordam berib turadi Alloh menga. Xuddi shunda Alloh yordamini sezaman, ishonasizmi? Belgili berib qo'ydi. Shundoq belgili beradi. Bilasizmi, bir xil belgini siz aytgandek ko'rmaydi, sezmaydi. Anglamaydi ham. Lekin Allohga yaqin insonlarga Alloh anglattirib qo'yadi. Bilasizmi shuni? Anglash ham Allohdan-da. Anglash ham Allohdan. Alloh anglattirib qo'yadi. Ana adashayotgan yo'lingizni bir xil adashib ketib qoladi. Allohga yaqinlar yo'q deydi, joyiga tushib oladi. O'sha bildirganiga shukr. Allohga yaqin bo'lganimizga shukr. Yana aytaman, tarbiyamizga e'tibor bersak, onalar tarbiyamizga, bolalarimizning tarbiyasiga, eng muhimi o'zimiz o'sha dinimizga mos chiroyli tarbiyada bo'lishimizni xohlardim. Hech bo'lmasa harakat qilishimiz kerak. O'zimizni har gal to'g'rilashga. Menda ham ayb bor, men ham xato qilaman. Men har gal o'zimni to'g'rilayman. Uyga boraman-da, har doim bunga qattiq gapirib qo'ydim, ertaga odam yaxshi gapiraman. Ana o'quvchim urushib qo'ydim, ertaga yaxshi gapirib konfet olib boraman. Ana onamni ko'nglini o'ksib qo'ymadimmikin deyman. Tartish qilasiz. Har doim men ishonasizmi, biron dilni ortsam uxlamayman. Men bundan hech ham xafa bo'lmayman, chunki o'ylayman, yo'q, nima qildi, men shiddatim kamayib qolmay, kechirim so'rayman birinchi. Chunki qalblar Allohning makoni. Ha, chunki o'zim uchun ham kerak-da, mana keyin yaxshilik qilsangiz ham mana o'zingizdan ham bilsangiz kerak, odamlar ham bilsa kerak, yaxshilik qilsa baxtli bo'lib ketasiz. O'zingiz xursand bo'lasiz. Boshqacha bo'lib ketasiz, ana farishtadek bo'lib ketasiz o'zingizga o'zingiz. Keyin aytaman, shu juda muhim. U ro'mol bilan qaytangi hayot yana ham go'zallashadi, keyin ibodatlaringiz ham mukammalroq bo'lib qolasiz. Ana ro'molimga yarasha bo'lay deysiz, bilasizmi? Ana qo'rqasiz, keyin o'sha ro'mol qanaqa himoyaga kiradi. Oldin qilgan ishingizni qilmaysiz, qo'rqasiz. Ro'molim bor, mani himoyam bor. Alloh qarab turibdi, mumkin emas. Ilohim hech qachon adashtirmasin va birovni g'iybat qilib qo'yishdan Xudoyim o'zi asrasin. Chunki bu ham yomon va birovni gapirib qo'yish ham yomon. Chunki boshimdan bu ham o'tganda, bo'lgan shunaqa paytlar, xuddi shu narsa siz boshingizga tushib qoladi. Albatta. O'shaning uchun shulardan ehtiyot bo'lsak, menimcha o'ylayman, Hayot go'zal bo'ladi. hayot go'zal bo'ladi. Onajonlar, bugungi suhbatdan xulosamiz: farzandlarga e'tiborli bo'ling. Qizlarimizda ustozlari sanab o'tgan jihatlarni bo'lishni xohlasangiz, o'ylab ko'ring raqsga berishni. Va bugungi suhbatdan o'zingizga kerakli manfaat oldingiz deb o'ylayman. Hammamizga mana shunday sakinat, shunaqa go'zal nutq va yaxshi aurada bo'lish nasib qilsin. Yana ko'rishguncha. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham taklif uchun kattakon rahmat. Mazza qilib suhbatlashdim. Rahmat. Ijodingizga sizga ham baraka tilayman. Instagram profillari zo'r bo'lib rivojlansin. Siz bilan tanishganimda men ham juda ham xursandman. O'zi yuzingizdan nurli ekansiz. O'shaning uchun yaxshi ko'rib, bittada rozilik berdim. Ko'p podkastlarga chaqirishgan. Qaytarmadingiz, rahmat. Chunki podkastga uncha rozilik bermayotgandim. Bir marta o'sha Daryoda bo'ldi. Shunaqa intervyu ro'moldaligimda ikkinchi chiroyli intervyu siz bilan bo'ldi. Rahmat kattakon. Rahmat, xursand bo'ldim men ham. Shu yoshligimda ko'rgan Zebuzarni qayta ko'rganimdan xursandman. Rahmat kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling. Falaq nashr bizni hamkorimiz va har doim kitoblar ilinishadi. Siz ekaningizni aytganimga bu safar kitoblar ko'proq bo'ldi. Rahmat. Chunki bolalar bilan ishlaydilar, manfaatliroq dedilar. Qabul qilasiz va doim go'zallik ulashuvchi Mayin Cosmetics Rahmat. Sizga ozgina yuzga uxotlar va xarid qilsangiz 15% chegirmangiz doimiy bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Rosa kitoblarni yaxshi ko'raman. Juda kitobxonman. Ichishimni topib berdingiz. Oldin oddiy aniq ajoyib sovg'alar olgan. Kitoblar endi chiqqan. Mana bu ikki kitob yaqinda chiqdi. Yetin qoyalar maqtashuvdi. Farzand tarbiyasida shunaqa zo'r kitob ekan mana bu. Albatta o'qib chiqing. Farzand tarbiyasida 700 ta saboq. Обязательно o'qiyman. O'qing. Voy, rahmat. Bu eng zo'r sovg'a bo'ldi. Rahmat. Ha, video oldik, keyin ko'rasizlar. Adam bilan xolam bilan o'sha TVga chiqma chiqganda. Voy, молодец. Voy, vale, chochini yig', bu qop anti ko'p yig'ib qo'yib. Ana, yana soch yig'ilmagan.